Beshariqdagi birinchi sonli texnikum xalq tiliga tushgan. Sababi bu yerda hamisha malakali mutaxassislar tayyorlanganligida. Uning bitiruvchilari orasida mamlakatda taniqli avtomobilist, qishloq xo'jaligi xodimlari, quruvchilar bor. Bugun ham bu yerda 8 ta kasbiy yo'nalishda 1110 nafar yigit-qizlar tikuvchi, payvandchi, avtomobil ta'mirlovchi, kompyuter grafikasi va dizayni kabi kasblarga o'rgatilmoqda. O'zbekiston prezidentining alohida topshirig'i asosida bundan buyon texnikumlarda dual ta'lim yo'lga qo'yilgan. Endi ular bilim oladilar, kasb o'rganadilar va ayni choqda o'quv muddatining 40% vaqtini ishlab chiqarishda o'tkazadilar. Beshariq tumani hokimligining tashabbusi va qo'llovida texnikum hududidagi sobiq qishloq xo'jaligi texnikalari garaji va omboriga xorijiy investor jalb etilib, tikuvchilik sexi tashkil etildi. Uning tantanali ochilish marosimida so'zga chiqqanlar endi texnikumning tikuvchilik yo'nalishidagi har bir o'quvchi shu yerda nazariy bilimlarini amalda qo'llash imkoni bo'ladi dedilar. Ramziy lenta kesilib, Beshariq tumanida to'g'ridan-to'g'ri investitsiya asosidagi yana bir korxona faoliyatini boshladi. Biz Bangladeshning Meolor tekstil korxonasi Beshariqda 200 ishchi o'rinli korxona qurib ishlab kelayotgan edik, dedi kompaniya muassisi Anvar Mansur. Bu yerda esa 400 ish o'rni yaratdik. Endi bizga ishchilar kerak. Beshariqlik to'quvchilar ishlab chiqargan mahsulotni esa 100% eksport qilamiz. Texnikum o'quvchi qizlarini o'qishdan bo'sh paytlarda kasb amaliyotiga o'rgatamiz. Hozir ishchilarimiz orasidan 200 nafar murabbiy tayinladik. Dilnavoz Muhammadjonova Beshariq birinchi son texnikumining birinchi kurs talabasi dual ta'lim asosida bilim oladi. Dilnavoz bugungi kunda nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlarini Miller tekstilda amalga oshiryapti. Sabab bizda nafaqat 8 ta yo'nalishimizda tikuvchilik, avtomobil, payvandlar, shu qatori tikuvchi yo'nalishdagi dual ta'limda o'qiyotgan 100 nafar qizlarimiz bugungi kunda Miller tekstil bilan shartnoma qilib, nazariy bilimlardan tashqari amaliy mashg'ulotlarni shu yerda o'tib, hamda qilgan ishlari bo'yicha ish haqi olyapti. Ya'ni o'z daromadini topyapti. Mana endi Beshariqdagi birinchi sonli texnikumda dual ta'lim to'laqonli shaklga ega bo'ldi. Ammo Bangladesh kompaniyasining rejalari katta. Rejalarimiz hozir bundan keyin biz kepka chiqarish uchun bitta korxona qurmoqchimiz. Xudo xolasa bir oydan uni amalga oshiramiz. Keyin biz rejamiz preja chiqarish, ip paxta tolani qayta ishlab, undan ip chiqarib eksport qilmoqchimiz. Bu video xabarimizdan siz ham quvonganingiz aniq, ammo siz-u biz bilan bog'liq yana bir muammo ham bor. Texnikum qoshida ochilgan tikuvchilik korxonasida yuqorida aytilganidek 400 ta ish o'rni yaratildi. Hozircha 200 nafar talabgor ish boshladi. Meolor tekstilga yana 200 nafar ishchi kerak.